Yo'l qoidasini buzish nafaqat inson hayotiga xavf tug'diradi, balki qonuniy javobgarlikka ham sabab bo'ladi. Samarqand viloyatida grif qilgan va tartib qoidalarini qo'pol buzgan bir nechta haydovchilar 15 sutkagacha qamaldi. Ayrimlari haydovchilik guvohnomasidan ham mahrum qilindi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. 22 marotaba qoidabuzarliklar sodir etib, jarimalarni o'z vaqtida to'lamagan, haydovchilik guvohnomasidan mahrum etilgan fuqaro yana transport vositasini boshqarib, yo'l-patrul xizmati xodimlarining qonuniy talabiga bo'ysunmagan. Ayni paytda esa jinoyat ishlari bo'yicha Pastdarg'om tuman sudi tomonidan shu kabi qo'pol qoidabuzarliklar sodir etgan haydovchilarning ishi ko'rib chiqilmoqda. 6 nafar sudlanuvchilar orasida yoshi 70 ga kirib, spirtli ichimlik iste'mol qilgan va haydovchilik guvohnomasidan mahrum etilgan bo'lsa-da, yana oradan vaqt o'tib rol chambaragiga o'tirgan otaxon ham bor. Ma'lum bo'lishicha, u bu qoidabuzarlikni takroran spirtli ichimlik ta'sirida sodir etgan. Bir bo'talga pivo ichdim. Agara sug'oruvdim, chanqadim, ichdim, keyin pivo ichganim esimda yo'q. Yo'lda g'ayt to'xtatdi. Dan xodimlar doktordan o'tkazdi. Endi bu narsa qayta takrorlanmaydi o'zim. Hozir yetarli bo'lib keldi, endi boshqa ichmaymiz ham. Hozir bu menga 50 barobar shuni mashinamda sotib to'layman. Mehmonlar bor, mehmonlar ikki pora ichdim, keyin haydab kelayotganda gatak aunadi mototsikl. Iltimos qilaman boshqalarga, xalqimizga ichmangizlar. Iltimos sizlardan ichmangizlar. 15 mingga pivo olib ichganman-da. 15 ming pivo menga hozir endi 15 millionga tushdi. Boshqalarga tavsiya qilmayman bu yerda. Oqibati yaxshilik bilan tugamaydi. O'zim ham pushaymonman. 22 marotaba shu qayta qoidabuzarlik sodir etganman. Shu yana takroriy shu sodir etganligim sababli bugun sud majlisiga ishtirokida qatnashdim. Shu sudda menga shu ma'muriy huquqbuzarlikka nisbatan 50 barobar miqdorda jarima belgilandi. Yo'l-patrul xizmati xodimlarining qonuniy talabiga bo'ysunmagan, voyaga yetmasdan turib avtomashina boshqarganligi sababli voyaga yetmaganligi inobatga olinib, unga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari jarima jazosi tayinlandi. Barcha haydovchilardan bu kabi holatlardan kerakli xulosa chiqargan holda haydovchilik madaniyati va yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilgan holda transport vositalarini boshqarishlarini so'rab qolamiz. Ma'lumot uchun so'nggi 5 oy davomida Samarqand viloyatida jami 1525 nafar spirtli ichimlik iste'mol qilib avtomashina boshqarib qoidabuzarlik sodir etgan haydovchi aniqlangan. Nozima Karimova, Shaboz Samatov, Samarqanddan.